qolmadingizmi? Olib kelyaptimi? Surxondaryodan chaqacha keldi. Toshkentgacha ham boradimi? Hayda yuravering aka, kim sizni tushirib olib, tush mashinadan buni minma deyapti. O'zingizga o'zingiz qilyapsiz-ku. Yaxshi kuningizga buyursin, xo'p? Aka, siz ham rozi bo'ling. Bu video chiqadi, Matiz egasiga astagina perkit qilib qo'ying. Qo'shilatgan joy emas, olayotgan joyi bor. Mehmonsiz. O'zi hozir bir 6 million so'rayman dedimda, Surxondaryodan kelganingiz esimga tushib ketdi. Halol nasiya savdo. Tushunyapsiz, ha? Halol nasiya savdo bo'lgandan keyin mana shu mashinani 8 million oldim-a. Men 8 millionga 1 yilga berishim kerak. Ana u halol nasiya savdo bo'ladi. O'zingizga o'zingiz qilyapsizmi? Hech kim avtomat turadi. Men aka agar og'ayingiz bo'ladigan bo'lsa, og'ayingizmi? Ha? Mashina olmoqchi ekan, bir 50 million berib turing. Bering. Ha, bera olmaysiz. Lekin ol deya oladilar. Tushundingmi? Mak. Ana 15 millionga bergam rozi. Taylan qo'ldi, barakani. Bayqqa bering. Mana tex pasporti. Generalni qilib bering. Akam mana shu paket bilan har kun kelar ichayin necha pul borligini bilmayman. Non bormi? Yaxshi, rus. Orqaga o'tmadi-ku, lekin mana shu Cobalt tomosha. Yo, Nexia 1 turibdi. Ha, 11 million so'm. 10 million 500 olganman, 11 millionga sotaman. 10 million 500 ming so'mga olganman, savdosi turibdi. 11 million bo'lsa sotaman. Asha turibdi. Oldagi o'tqarib qo'yishdi yo bu yoqqa turuvdi kecha. Olli kirasiga tekskina turibdi. Biron joyi zang-panglari yo'q, chiroyli. Ishlov berilgan oq svit. Soni xuddi siznikida. Soni strambular. Soni. 11 million kim olsa. Bemalol ko'raveringlar akalar, o'sha yoqqa Nexia 10 million 500 ga olingan. Bular unday tortmaydi lekin. Qarang, zom chaqolmasin. Siz balandki sizni. Yo'q, so'rashdi. Mayli, mayda-chuyda qilmaymiz aka. Bo'layotgan bo'lsa 8 millionga Tayland olib qolaman. Keyin 11 millionlik bor, bitta ko'rib keling-da. Bir o'zingiz bilan solishtirib ko'ring. Qo'shiladigan joy yo'qmi? Qo'shiladigan joy emas, olayotgan joyi bor. Mehmonsiz. O'zi hozir bir 6 million so'rayman dedimda, Surxondaryodan kelganingiz esimga tushib ketdi. O'zimiz Toshkentga ishga ketyapmiz. Ja, past so'rab qo'ymay dedimda, 8 million deyapman. Generalni chiqsa bo'ldi, 8 million beraman. Bu o'ng tomonimga o'tib oling. Tojikchani ham tushunaman, o'zbekcha gapiravering. Niyat qolib. Mashina ko'rib, usta qolmaylik, uni kelishaylik narigi mashina. Nima mashina? Xolasangiz 50 millionga Cobalt beraman oling. 3-pozitsiya. 80 bu Xoroniki bo'lib shuni bir ekan-ku. Mayli aka. Shuni bir gaplashib nima qilay? Gaplashib emas, qarang, buni savdosi bitsa, qaysi mashinada olsangiz ham o'zini pulay beraman. Misolga 50 millionlik olaman, siz 49 million beraman. Misolga 49 million olingan. Menga nasiya yo'qda aka. O'zini pulay berari bor, nasiya yo'q lekin. Bir haftaga ketirib beraman, hamma pulini siz berishim mumkin shunchaki odamgarchilik uchun. Lekin nasiya savdo bunday narsalarim yo'q, unday narsalarim. O'zini pulay berishim mumkin. Mayli, shunday chaqiraman, notariusga borasiz, o'zini pulini sanab beravering. Farqi yo'q. Men pul qolishi ishqiboz emasman. Buni ham ikkita yurayli odam oladi-da, buni ham. O'z bilasiz-ku. Biri ishlamay qolsa, ikkinchisi ishlab ketaverish kerak-da. Avto kredit emas, mikro qarz qilib olsangiz bo'ladi. Hozirda buni sotib, buni bosh to'lovi tipa o'tkazib, qolgan qancha qoladi? Misol 1 yilgacha nasiya savdoga olmoqchi edik niyatimda, to'g'risi. Sizga vikib kerak, uni halol nasiya savdo deydi-ki hamma. O, halol nasiya savdo u qolib ketdi. Bu davrga o'tish uchun payg'ambarimiz davriga borishimiz kerak. Hammasi o'ylamang. Oddiy bir mana Cobaltni nasiya halol nasiya savdo deb chiqdi. Ha, avtosalon. Halol nasiya savdo deyapti. Aytilishni qarang. Yana bir marta aytaman. Halol nasiya savdo. Tushunyapsiz, ha? Halol nasiya savdo bo'lgandan keyin mana shu mashinani 8 million oldim-a. Men 8 millionga 1 yilga berishim kerak. Ana u halol nasiya savdo bo'ladi. Oddiy bir avtosalon ochdi, halol nasiya savdo ochildi, Cobaltlar kelinglar,
rastrachkada deyapti-da. Lekin Cobalt narxi 100, misol 153 millionlikni olsangiz, 203 million qilib qaytarasiz. Qani uni halol narsa savdolaydi? Hammasiga gap bor, tushundingiz? Halol narsa savdo u davrlar qolib ketdi, eski davrlar. Men halol narsa savdo qilib beraman deydigan, men 8 millionga olsam, bo'ldi aka, mashina narxi 20 million, 1 yilga berasiz deb berganimda nima foydasi bor? O'zi asl narxi buni 8 million-ku. Lekin men sizga halol narsa savdo qilib beraman, bo'ldi aka, men 20 millionni bo'lib berasiz degan, uni qani halolligi? Men shu narsani tushunmayman. Katta afisha qilib yozib qo'yishadi, halol narsa savdo deb. Kirasiz, narxni otni kallasida aytadi, "Ancha pulni bo'lib berasiz, aka pul qo'shib bermaysiz" deydi. O'zi pul qo'shib bermaydi, to'g'ri, o'zi pul qo'yib turibsan-ku uni ustiga. Yana nima sen pul qo'shib berish kerak? Halol narsa savdo, u ishonmang unaqachun gaplar. O'zbekistonda 12 ta viloyatda 12 ta teshikdan chiqsa ham qandaydir kalamush. Hammasi yolg'on gapirib chiqadi. Hammasi odam yig'ish, mashina, men halol narsa. Men halol narsa savdo ochildi deganga avtosalonga 5 ketuvdim, zo'r bo'libdi-da deb. O'tib grafikni ko'raman. 153 millionlik mashinada 200 million qilib qaytarasiz 1 yilga. U haqi halol. Yo'q-da unday narsalar, aka. Oddiy narsani qo'yib qo'yamiz, ishontirishni boshlashadi keyin o'shanga. Bizning xalq qanday xalq? Ishonuvchan xalq. Qanday variant qilsak bo'ladi aka? Bank qiladimi, nima bo'ladi? Men buxgalterlarim bor, avval bank qila olmang. 8 millionga bo'lsa ham o'zini nima yuribsizki, tushib qolmadingizmi hali? Hayda yuravering, o'zingiz usta odam ekansiz. Nima qilasiz jarga yetarib? Farqi yo'q, ja majburlasangiz, kiring buxgalterlar hisoblab beradi. Mikro qarzmi, ikkilamchimi, farqi yo'q. Nima desangiz qilib berilaveradi. Lekin men maslahat olmoqchi bo'lsangiz, tushib qolmadingizmi? Olib kelyaptim, Surxondaryodan Shaqqacha keldi, Toshkentgacha ham boradimi? Hayda yuravering aka, kim sizni tushirib olib, tush mashinadan buni nima deyapti? O'zingizga o'zingiz qilyapsiz-ku. Ana men ham nafsim balo, aka. Har kun kechki ovqat yemayman deyman, baribir yeyman. Qorinni qarang. O'zimga o'zim qilamanmi shuni? O'zimga o'zim qilaman. Hozir siz ham xuddi shu ishni qilyapsizmi? O'zingizga o'zingiz qilyapsizmi? Hech kim avtomat turadi. Men aka agar og'ayingiz bo'ladigan bo'lsa, og'ayingizmi? Mashina olmoqchi ekan, 50 million berib turing. Bering. Bera olmaysiz. Lekin ol deya oladilar. Tushundingiz? Men ham hamma aytaman, ol deya olaman, lekin pul bera olmayman. Men mana shu pulni qo'shda ol deya olmayman. Lekin bera olmayman, lekin ayta olaman. O'sha uchun aytaman, maslahatga to'g'ri yondashinglar. O'zlaringiz qiynamanglar. Hozir men mayli pul kerak bo'lsa 8 millionga sotib keting. Unaqachun qilayotgan bo'lsangiz, o'zingiz qiynab qo'yasiz. Yo'q aka, men yaxshiroq mashina minishim kerak, pulni 5ingni topaman desangiz, farqi yo'q, olavering. To'qishchilar terlaymiz aka. Bo'lgandan keyin 5 yil bo'ladi-da. 1 yildan 5 yilgacha bo'ladi. Xohlagan paytingiz yopib olaverasiz, xohlang 6 oyga yoping, xohlang 1 yilga, xohlang 2 yilga. Foydalanilgan vaqtgacha to'laysiz. Bitta maslahat qiling, men buni savdo qilib turaman. Xo'p? Mashina qo'lni kirasiz. Aka, yaxshimisiz? Sorlar zarsin. Uni nima deganingiz? Jo'y yetmadi unday demang. Gap yo'q. O'zimiz Oching gapni. Ochiq ekan, ochiq ekan. Ratnayni berishgan. Qag'ini, balon nima? Diskacha ham sepilganda, eng qizig'i. Aka, qandaysiz? Sonlaringiz yaxshimi? Arab xonaliklar har narsaga aldanmaychi. Siz nima bo'ldi? Men aldandim. Radna desa ichki. Mana qarang. Ertalab kelaman deb yo'lga chiqsam tashvaqqa uchirgan ekan. Meni oldim keyin. Shu telefonga Shunga ham ishoning endi aka. Bir ish qoldi ishonmaganimizda. Tekerak. Aka, o'zlari nima? Asad yaxshimisan? Yili necha ekan Ismoil aka? Gen chiqadimi bundan? Yashang. Qisqasi shag'i yaxshi ekan-ku, ayrimda bo'lsa. Nechta so'rayapsiz? Bilmasligingiz aniq, bilsangiz shuni oladingiz. Bo'lmasa balandroq aytib ko'ring qani, bir 15 millionlar deb. Jujak, ko'rsatay, abitaga janoza bo'lib qolsa. Ya bo'lavadi akamda.
Tushunmasligingizni bildim. Radno deb shuni sotishgandan keyin siz aniq tushunmaysiz. Endi bu ko'zga ham ko'rinib turibdi-ku. Aka bilan kelisholdi. Shundan keyin nima moshina olsa-da deb birdek olib keldi. Bir olib keling, mayli, mendan olmasangiz ham olib keling, shu ustalar ko'rib beradi. Yo, bundayda mendan hamma mendan olish shart emas, lekin bitta narsa menga olib kelsa ko'rib beraman. Men ustalarim ko'rib beradi. Pulingiz kerak emas, jonim akam. Shu xalqqa nafimiz tegsin deb qo'ldan kelgan xizmat qilamiz. Faqat mendan olsang mashinani ko'rib beraman demaydi mana shu yigitlar. Shunday keling, vaqti bormi? Men mashina ko'rmayapmizmi? Mashina ko'rayotgan bo'lsa bir 5-10 minut kutib tursangiz bo'shaydi. Nima u? Aka, shu kun uxlaymiz, erta nasib qilgan bo'lsa turamiz, ha? Baribir shu kunimiz o'taptimi? Yaxshilik qilsangiz ham o'tadi shu kuningiz. Yomonlik qilsangiz ham o'tadi shu kuningiz. Ko'rpachdan chiqmay uxlayotsangiz ham shu kuningiz o'tish kerak bo'lsa o'tadi. Bizani o'tadigan bir kunimiz aka, bemaray bir kunimiz deylik, oddiy chapalaydi bir umrligi aka, tushunyapsizmi? O'shuning uchun aka olib keling, qo'ldan kelgan xizmatni qilamiz. Mendan olsangiz ko'rib beraman degan gap so'zimiz yo'q aka. Unday qilmang. Ko'pchilik iymanadi-da, baribir pul so'rab qo'yadimi keyin deb so'ramaymiz aka pul. Olib keling ko'rib beraman ko'ngil uchun aka. Shu hozir meni mashina bo'lmasa ichkariga o'tiraman. Shu vaqtim o'tib ketadi-da baribir. Qo'ying undan ko'ra sizga o'xshagan odam kelsa bir yaxshilik qilaylik. Odamdan nima qolyapti? Odamgarchilik qolyapti. O'sha narsalarni ko'pchilik noto'g'ri tushunadi-da. Hech joyga yo'q narsalar-da bular. Bepul desa, bepul hech yoqqa yo'q deydi-da. Sizniki hamsiyalari ekan u. Like oldim deydi. Ha, like olib ketdilar. Ha, bir qiziqishga berib yubordik. Qayerda yuribdilarmi? Bundanligimiz men ham like bosaveraydim. Ha, mayli. Endi rizq Allohdan men sabab chiqib qo'ydi, o'sha odamga berish kerak bo'lgan ekan, men orqali o'tib ketdi. Allohdan rizq. Nech pullaysiz buni? Ya, aytaverayman shuncha. Yo'q, unday demaydi-da. Mana ko'rdingizmi? Aytdim, men bilmasam. Xo'p, ayt deganga Ayting, man. siz tashviqqa uchyapti deyapsiz. Yana ishontirasiz. Meni ham ishontirasiz. O'zi ishongan narsaga. Ha? Bo'ladi desangiz 12 million beraman. Ha, aka? Keyin chiqar ekanki, polni kraska. Menga radno deb beradilar. Keling bir ish qilamiz. Sodamiz bitsa bitmasa shuni Instagramga chiqaraylik. Shuni egasi ham kuzatib boryapti-ku. O'sha narxni nomardlar bitta ikkitasi ko'rsin. Polni kraska radno joyini topib bersa 50 million beraman shu mashinaga. Polni kraska, hamma detalli kraska. Qanday radno deb beradi? Xudodan ham qo'rqmaydi. O'tib ketadi bu dunyo, aka. O'tib ketadi, shunday tez o'tib ketadi. Hamma joy sepilgan ekan. Polni kraska mashina. Hammaga diskaga sepgan deganda bo'ladi. Yolg'onchi dunyoda yolg'onlarga ishonib qoldi deydi odamlar aldayotgan bo'lib qoldi-da bir zamon bo'lib. Eqi kraska. Ishoning bir kishilik. Xo'p, 12 million so'radim, aka. Undan ko'ra haydayman aka. Ya agar imkon bo'lsa haydang undan ko'ra. Hozir agar sizni ko'nglingiz hech bo'lmasa bir 15 million bo'layotgan bo'lsa qiyin. Rosti ko'ra. Qiziqib keluvdim-da, qani didda olamiz deb aka olmaykanlar. Ya endi siz bu narxga olib qo'ygansiz-da. Qarab bila oling-da. Buni narxini aytsam mana buni tagiga. Ha, to'g'ri, u ham to'g'ri lekin. 13taga borgan bu. 2023-yil oldi. Ha, endi 2023-yilda salgina balandroq. Men u yilda olgan bo'lsa hech narsa deyolmayman. Chunki u yilda mashina narxi baland edi. Noyabrdan chiqqan bo'lsam 2025 noyabrdan chiqdim men. Endi to'g'ri undan ag'ya picha. Xudoga shukr meni hattoki Sergeliga ham mashina qolmadi. Bozorga o'tirishdi sotuvchilar. İçinden ben qarg'ab. 24 o'rtalariga ham mashina 70 million edi bular. 17lar. Ha, shunday, 17lar shunday. Qaytib qolyapti aka. Men qarang bir ish qilamiz, keling bo'lmasa. Xo'p, sotaman deb niyat qilib ketdingiz-ku. Hamma bir mushkulini oson qilay deb keladi men oldimga. Sizda ham bir mushkulingiz oson bo'lsin. Keling bir 15 million deb ko'raman, kimdir olsin, pulingiz kerak emas. Olgandan ham pul so'ramayman, sotgandan ham pul so'ramayman. Mayli, ishingiz hal bo'lsin. Buni olib yurganingiz bilan endi buni narxi ko'tarilib qolmaydi. Bo'ldi. Xo'p, akalar ko'ringlar. Bitta shu odam o'zi savdo qilib beradi. Choy bo'lyapti. Nimalari bor? Bo'ldi. Katetr bilan yuribdilar. Bo'ladi aka mashina. Bunday 15 millionga ola olasizmi? Bering. Chiqay ekan. Qarang.
Bu odam anchadan beri keladi. Endi men bu odamni qandaydir anosini aytmoqchi emasman, lekin odamgarchilik sifatida aytay. Mana shu odamni shunday ko'zim tushib ketadi, xonadan chiqaman, shek quttigan bo'ladi-da. Bu odamga o'zi tikka turib turish mumkin emas. Ya bu odamga o'zi tikka turib turish mumkin emas. Kateter bilan yuraydi-da. Hojatga kirib chiqalar, yig'lab chiqadi. Hojatdan chiqqancha. Rozi bo'lasizmi? Mang. Ana 15 millionga bergam rozi. Tayland qo'ldi, barakani. Bayqqa bering. Mana tex pasporti. Generalni qilib bering. Akam mana shu paket bilan har kun kelar ichayin necha pul borligini bilmayman. Non bormi? Yaxshi, rizqiyam aku. Biza bilan kira abid qilmaydi shu odam. Kiring desam kirmaydi. Or bilanlar. Rizqiyam. Mana bu balanda. Qo'yish. Shu odamga og'irligim tegmasin deb turadi. Xursandmisiz? 3 oy bo'ldi. Qayerdan sizga? Faqat 15-chislar kelmanglar, har oyda 15ga kelmanglar. Chunki bachalar oylik beraman-da, menga ham oylik berib yormasin, adashib deyiladi, kelmanglar chunki. Yaxshi kuningizga buyursin, xo'p? Aka, siz ham rozi bo'ling. Bu video chiqadi, Matiz egasiga astagina perkit qilib qo'ying. Akmal aytdi deng. Kesin agar sizga qandaydir da'vosi bo'lsa, kesin mana shu mashinani men bu yerga chaqiraman. Polni kraska, lekin yaxshi mashina. Obzorini qarang. 2010 Best Matiz, gazi bor, anosichi. Motorlar yog' yemaydimi? Probegi qancha? Ha bo'lib beda. 2 kurik. Hadavoylari qanday? Akamni qiynab qo'ymaymi? Agar bitta yarim xarajat bo'lsa ayting, men kistamdan qilib beraman shu odam uchun. Yo'q, xarajatsin hozir mana. Xarajati yo'q, ha? Bo'lsa ham pulga aralashmaydi. Gazam solib keldim mana. Bo'lsin shu aka bo'lsin. Ya ulavanda. Men bilaydim demadingiz ham. 130 ta 140 ta gaz bor ekan. Muborakcha yetadi. Muborakcha yetadi. Shu yoqing qaniki eshitsa bilan. Ha, bir eshitaylik, ha, shunisi. Xalasda qiling. Bon fırya. Yaxshi motor. Bo'ladi aka, bo'ladi. Zo'r. Motorchilar zo'r, ishlashi o'zi aytib turibdi. Bo'ldi aka. Takliflar qiling. Akam bilan baribirga nomer alishib qo'ying. Tushundingiz? Bir-birlaringizga kerak qolishlaringiz mumkin. Zo'r, motor ishlashi chotki. Gap so'z yo'q. Shu odam ham sizni bir hal qilib duo qilib minadi. Jalla ne ishladi? Mana 6 ta qizi bor odam, ko'ryapsizmi? Kelaman Akmal aka. Xudo siylagan bir jannatli odamda beg'am. Qilib beraman sizga ham aka. Bosing. Keling aka, buni. Bilan aytib ketaman-da, ko'pchilikka qiziq. Xo'p, bunga 8 millionga rozimisiz? Faqat rozi bo'lib bering. Qanchaga? 8 million so'm. Nexia. Olasizmi? Bak keling, olasiz. Hech narsa ham qo'ymayman deydi. Xo'p. Aka qarang. Siz hozir Midnight Cobalt oldingizki bizadan. Bayaqqa mashinalarni 8 millionga hisoblab oldik. Obzorni aytib o'tib ketaman. 2003 Sonis Trambler Nexia 1 prostoy varianti. Metan gazi bor. Motor yaxshi, korobka hadavoychi. Zo'r, ha, Surxondaryodan keldi, o'sha yerdan kelgandan keyin yomon bo'ladi. Beqanovat yo'llardan o'tib keladi. Qisqasi 8 million so'mga olindi, akalar. Nexia olaman degan odam bo'lsa ko'rsin. 8 million 500 ming so'mga sotiladi. Aka qarang, 127 million so'mga men sizga hozir 2025 Midnight Cobalt beraman. Sezdingizmi? 127 millionga olingan ish mashina. 127 millionga Midnight Cobalt 2025 metan gazlari bor, kraskasi yo'q, radno tinig'ini beramiz. Rozimisiz? Mana bunday bo'ladi-da, 8 million olganim uchun sizga 25 Cobaltni ham 127 million qilib beraman, Midnight'ini. Odamlar o'ylab ko'rsin, hech kim bera olmaydi unaqa, lekin beraman. Motor yog' yemaykan, mana aytibdi, olasizmi? Bu yerdan keling, bu yerdan keling. Akani o'tqaringlar aka. Oldimda turib birdan tayyor. Yo, u bolgarkalar meniki u. Bolgarkalar. Mayli aka. Xo'p. Qarang, obzorni aytaman aka. 2003 Nexia 1 Sonis Trambler prosto metani bor, motorlari, korobkalari, hadavoylari yaxshi deyaptilar. Tushundingiz? 500 ming so'm qo'yib sotaman. Men bu odam buni evaziga Cobalt oldi, Cobaltga pul qo'yib bermadim. Bu degani ikkita mashinadan 500 ming so'm qo'yibman degan. Siz rozimisiz?
kelishimizdan oldin aka moyalashtirmani filtr almashtirib. Yo'q, filtr almashgan ekan. Olgan ham sotgan ham kelinglar.